Varikotseliya operatsiyasidan keyin nimalarga e'tibor berish kerak? Sizda varikotseliya aniqlandi va uni operatsiya qildirdingiz. Endi eng muhim bosqich tiklanish davri. Operatsiya o'tdi, lekin bu hammasi degani emas. Qoidalarga amal qilmaslik natijani yo'qqa chiqarib qo'yishi mumkin. Kamida 7 kun uyda dam oling. Og'ir ish, sport, issiq hammom umuman mumkin emas. Operatsiyadan 7-8 kun o'tib jarohat iplari olinadi. Mana shu paytgacha yaraga umuman suv tegmasin. Jarohat o'rnida yoki moyaklarda qanaqadir diskomfortlar, noqulay hislar sezilishi mumkin. Bu qo'rqinchli emas. Bundan tashqari moyaklar ko'karganday, hajmi kattalashganday bo'lishi mumkin. Umuman xavotir olmang, bular hammasi o'tib ketadi. Bir oydan keyin yengil qizdiruvchi mashqlar, yengil yugurishlar mumkin. Lekin og'ir mashqlar, zalga chiqib trenirovka qilish, og'ir yuklar ko'tarish 3 oygacha, minimalniy 3 oygacha taqiqlanadi. Oilali erkaklar operatsiyadan 15-20 kun o'tib bemalol jinsiy aloqa bilan shug'ullanishi mumkin. Varikotseliya bu hozirgi kunda eng ko'p uchrovchi erkaklardagi muammolardan biri hisoblanadi. O'sha uchun bu kasallikka va operatsiyadan keyingi jarayonga hech qachon befarq bo'lmang. Agarda savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Bu videoni varikotseliyasi bor va uni operatsiya qildirgan tanishlaringizga jo'natib qo'ying.